Sizlarga Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Yozyovon Molqo'y bozoridan olib boruvlarni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Hafta kuniga chorshanba 2026-yil 22-aprel. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni esdan chiqarmaysizlar. Jigarlar, sizlar uchun olib boruvlar makonidan o'ta kuchli variantlar bo'ladi. Videoda hali ko'p gapirib kuttirmaymizda. Videoni boshlaymiz. Like, podpiskani esdan chiqarmaysizlar. Rossiyskidan so'raganlar uchun. Bu ona bola sotildimi aka? Nech pul aytyapsiz? 34 yapsiz o'li bor. Bolasi nima? Bolasi xunajin. 34 kami bor. Bolasi xunajin. Nechinchi bolasi? Ikkinchisi. Ikkinchisi sutchi. 15 ta suti bor, 12 taga beramiz. 12 litrga sinashga berasiz. 35 kami bor. Uchinchi bolasi xunajin. Savdo qilishdimi? 32 31 yarim qilishadi. Bermadingiz. Bitta bor. Qo'shsa beriladi. 32 31 yarim. Holat xudo xolasi yaxshi. Bolasi xunajin. 15 litr suti bor. 12 litrga sinashga beramiz. Ya bo'ylab 120 plyusda chiqadi. Telefon nomeringizni aytib qo'yasizmi? 94 981 2200. 2200. Manzil qayer? Manzil Qumtepa. Qumtepa, aloqa Farg'ona. Qumtepa aloqaga chiqaverasizlar. Keyingisini ko'rsatsak, rossiyskidan so'raganlar uchun ona bolaga nech pul aytyapsizlar? Olmaylar. 42 million kam bor. 42 kam bor. Bolasi nima? Bolasi xunajin. Nechinchi bola? Ikkinchi bola 3 oylik bo'g'oz qoldi. Qornida 3 oylik bo'g'oz. Sutchi 8 suti bor. 8 litr suti bor. Ikkinchi bolasi yonida, qornida uchinchisi 3 oylik bo'g'oz 8 litr sutga 42 million kam bor. Holati yaxshi, bo'ylab 130 atrofida chiqadi. Birodan holatini ko'rsatsak, savdo qilishdimi buni? Qancha? Bermaysiz 38 ga. Qo'shganga berasiz. Telefoningizni aytib qo'yasizmi? 94 94 899 899 81 77. 81 77. Manzil qayer? Jama shu ekan. Jama shu Namangan. Aloqaga chiqaverasizlar. Rossiyskidan so'raganlar uchun 3 yoshligidan, qornida 3 oylik bolasi ham bor deyapti. Keyingi molimizni ko'rsatsak, Olaparudaga nech pul aytyapsizlar? 35 deyapsiz kami bor. Kami bor. Bolasi nima? 10-chi. Nechinchi bola? Birinchi bola. 35 million kam bor. Birinchi bolasi xunajin. Holati yaxshi. Necha litr sutga beramiz buni? 10 litrga beramiz aka. 10 litrga sinashga beraveramiz. 35 kami bor. Birinchi bolasi xunajin. Bo'ylari 125 atrofida chiqadi. Holati yaxshi, et boshlari zo'r. Savdosi qanchaga bordi aka buni? 30 million so'rashdi aka. Bermadingiz. Qo'shganga berasiz. Beramiz. Telefoningizni aytib qo'yasizmi? 99 368 30 32. Manzil qayer? Manzil? Marg'ilon. Marg'ilonda bola aloqaga chiqaverasizlar. Bolasi xunajin. Ha? Boya meni qo'limda turganda meni nomerimni olib chiqaribdi. Yo'q, bu men emas edim. Men emas, endi olyapman. Ukam edi, bir xilimiz. Bunga nech pul aytyapsiz? Qaysi bo'laman yerda? Bunisiga nech pul aytyapsiz? 40 million deyapti. Bolasi nima aka bu? 40 million kami bor. Bolasi xunajin. Holati xudo xolasa yaxshi. Nechinchi bola? Sutchi? 15 litr sutga ikkinchi bolasi xunajin. Holati xudo xolasa yaxshi. Uzoqroq turishiga bitta ish bozib qo'yasizlar. Jonivordi. Buni savdosi qanchaga bordi aka? 35 millionga. Bermadingiz 35 ga. Ikkalasiga bitta nomerga aloqaga chiqishaveradi. 30-32 ga xohlaylar bunisini, xohlaylar bunisini. Ikkalasiga bitta nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Marg'ilonni borlikin holati xudo xolasa yaxshi. Buni enasi qaysiga bu? Nech pul aytyapsiz ona bolaga? Qani kim? Sizniki aka bular? Ardormi? Bo'ldi, yo'q, og'istirib kelmadi. Keyingi molimizni ko'rsatsak, ona bolaga nech pul aytyapsiz aka, hormay? 35 aytyapti o'zi. Kami bor. Kami bor. Bolasi xunajin, a? Bola xunajin. Nechinchi bola? 3-bola. Sutchi? 15 litr suti bor. 15 litr sutga, 3-bolasi xunajin, 35 million kami bor. Holati xudo xolasa yaxshi. Bu savdo qilishdimi aka? Ha, 30 million deb o'tib berdi ekanlar ham bor, 30 million so'raganlar ham bor. 30, o'rtacha 30 million savdosi bo'lyapti. 3-bolasi xunajin. Telefoningizni aytib qo'yasizmi? Aytmoq. Ayting. 99 99 303 303 68 49. 68 49. Manzil qayer? Manzil Tashlaq tumani. Tashlaq. Aloqaga chiqaverasizlar jigarlar. Holat xudo xolasa yaxshi. Yelini ham unaqa ko'rinadigan yelinmas ekan, lekin 15 ta suti bor. 15 litrga sinashga beraverasiz, xudo xolasa. Ha, jigarlar 15 litr sutga sinashga olaverasizlar. Tog'a nech pul bo'ldi sigir? Sotmadi. Nech pulga bermadingiz?
Bolasini ovoz. Nechinchi bola? Ikkinchi bola. Sutchi? Suti 10 litr. 10 litr Sizga suti bor. chiqarasizmi? Mani chiqarmayman. Sizga chiqarmayapman, molingiz chiqaryapman. 10 litr sutga ikkinchi bolasi buqacha 32 ga bermadim dedingiz-a? 32 ga bermadim, 35 ga sinagani beraveraman. 35 ga sinagan beraverasiz. 32 ga sinagani beraman. 32 ga qo'shsa berasiz. 32 ga yo'q, qo'shsa beraman. Qo'shsa berasiz. Telefoningizni aytib qo'ying. Telefon 94 94 636 89 pirovardi 40. 636 89 40. Manzil qayer? Sachka. Aloqaga chiqaverasizlar. Sakka yotadi. Bo'lmasam choy damlab beraman. Bo'ldi, xudo xolasa. Molaga olib bormasanglar ham choy damlab beraman deb aytyapti. Ketdik, keyingi molimizni ko'rsatsak. Arzonroq variantlardan so'raganlar uchun nech pul aytyapsiz, tog'a? Hormang. Buni 30 deyapmiz. Kami bor. Bolasinimi? Ovoz. Birinchi bola, Ikkinchisi. ikkinchisi 30 million kami bor. Bolasi buqacha. Ikkinchisi deb aytilyapti. Necha litr suti bor buni? 6 litr suti bor. Sinashga beraverasiz 6 litrga. Hali yoshroqdan so'raganlar uchun bolasi novvosidan ixcham variantlardan 6 litr sutga 30 million kami bor. Ikkinchi bolasi buqacha. Savdo qilishdim buni. 25,5 qilish. Bermadingiz. Ha. Qo'shsa berasiz 25,5 ga. Telefoningizni aytib qo'yasizmi? 90 90 230 230 49 46. 49 46. Manzil qayer? Marg'ilon. Marg'ilonda bo'lib aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat. Endi bu taraflarda sal arzonroqlari bo'ladi. Yana bitta bolasini ovosidan ko'rsatsak. Ona bolaga nech pul aytyapsiz? 35 deyapti. Kami bor. Bolasini ovoz. Nechinchi bola? 3 bolasi. Sutchi? 10 litr sutga 3-chi bolasi buqacha 35 million kami bor. Bolasini holati zo'r, xudo xolasa. Savdo qilishdim aka buni. Nech pul? 1,5 bermadingiz 31,5 ga. Qo'shsa berasiz, xudo xolasa. Telefoningizni aytib qo'yasizmi? 99 634 59 59. Manzil qayer? Marg'ilonda bor, Lelin. Aloqaga chiqaverasizlar. Orqa holatlardan xohlasa. Holati yaxshi jigarlar. Ketdi, endi keyingi molimizni ko'rsatsak. Rahmat. Nech pul savdosi bo'lyapti buni tog'a? Aka, nech pul bo'lyapti savdosi buni? Buyaqmi? Buyaqsiz aytyapti. Nech pul aytyapsiz aka? 23-22 ham so'rashyapti. Bermayapsiz. Nech pul kami bor buni? Buni 28 kam bor deyapti. Bolasi buni ajina 23-22 savdo qilishyapti. Necha litr sutga? 5 litr. 5 litr sutga. Holati xudo xolasa yaxshi, orqa holatlardan bitta ko'rsatib qo'ysak. Jigarlar. 23 ga qo'shsa berasiz. 28 kami bor. 5 litr sutga 3-chi bola dedikmi? Birinchi bola. Birinchi bolasi xunaja. Telefoningizni aytib qo'yasizmi? Qo'yavering endi. Shu yerda sotib berasiz, bo'ldi gap yo'q. Ebayda egiz bolaligidan so'raganlar uchun zavodskoy egiz, a? Ekalasi ham xunajan. Nech pul aytyapsiz bunga? 35 million chekadi. 35 kami bor. Zavodskoy bo'ldi. Siz chiqmaysiz aka. 35 kami bor. Bolalari ikkalasi ham xunajin. Nechinchi qori? Uchinchisi. Bundan oldingisi ham egizak bo'lgan. Bundan oldingisi ham egizak bo'lgan. Bunisi ham egizak bo'lyapti. Xudo xolasa keyingisi ham bo'ladi. Necha litr sutga beramiz? 13-14 ga berilaveradi. Bolalardan qolib Bolalardan qolib 5-6 litr sut sog'ilyapti, 13-14 litr suti bor deyapti. Holati xudo xolasa yaxshi. Savdo qilishdim buni? hozir esa 30 million 30 million 600 ming bermayapsiz. Qo'shsa berasiz. Telefoningizni aytib qo'ying. 90lik 771 8089 Ulug'nor. Aloqaga chiqishaveradi. Egizchisidan so'raganlar uchun egizchi variantlardan bundan oldingisi ham egizak bo'lgan deb aytilyapti. Ko'prik buzilyapti. Bu qancha bo'ldi? Barakasi? 26,5. Bolasi nima ekan? Buqacha 26 million 500 ming. Barakasi bo'lgan variantlardan bolasi. Holati xudo xolasa yaxshi. Molimiz arzon bo'ldi. 10 litr sutga deyilyapti. 26 million 500. Ketdik.
Arqan yo'ligidan shuni topmaydi. Bo'g'ozga necha pul aytyapsiz? Necha oylik? 2 oylik bo'g'oz 23 million kam bor. Bo'g'ozlar qatoriga o'tdik. Orqa holatlardan holati xudo xolasa yaxshi. Bunisiga necha pul aytyapsiz aka? 18. Necha puldan qilishdi bularni? Bunisi 16 million. Bunisini 20 million. Savdosi holatlari ikkalasi ham yaxshi. Savdosi ketyapti. Aralashmay qo'yaveramiz. Ketdik. Keyingi yana bolani ko'rsatdik. Bolasi sementaladan so'raganlar uchun deymiz, a? Necha pul aytyapsiz ona bolaga? 42 kam bor. Bolasi novoz. Nechinchi bola? 42 qilishyapti. Yo'q, qilishyapti. Ikkinchi bolasi bu. 3 oylik bolasi. 3 oylikka tekshirtirib olaveradi. 42 million berishyapti, bermayapsiz. 8 ta suti bor. Qo'shsa berasiz 42 ga. 8 litr sutga. Qornida bolasini ham borsa tekshirtirib olaveradi o'ziga. Mana yerlar 42 million hozirgi savdosi bo'lyapti ekan, berilmayapti ekan. Telefon nomeringizni aytib qo'yasizmi, tog'a? 90lik 843 1011. Manzil qayer? Manzil Toshloq. Tashlab. Aloqaga chiqaverasizlar. 3 yoshligidan so'raganlar uchun, bolasi bukasidan so'raganlar uchun kelganlar. Ketdik endi. Keyingilardan ko'rsatsak. Уже tugab qoldi mollarimiz. Mollar tugab qoldi videoga olaygan. Tog'a ona bolaga necha pul aytyapsiz? Necha pul aytyapsiz ona bolaga? 50. Kami bor. Bola xunajin, qornida bormi? Necha oy? 5 oydan o'tgan. 50 million kam bor. Qancha suti bor buni? 7-8 litr hozir suti bor ekan, 50 million kam bor. Jupiga 3 yoshligidan so'raganlar uchun bolasi ham katta bo'lib qolgan. Buqaga xudo xolasa ozgina sabr qilsa tayyor bo'ladi. Enasini holati ham yaxshi. Savdo qilishdan buni 41 bermadingiz. Qo'shsa berasiz 41 ga. Telefoningizni aytib qo'yasizmi? Telefon yo'q. 41 million savdosi o'tdi, 50 kam bor. Bolasi bunajim buqaga tayyor, enasi 5 oydan o'tgan bo'g'oz. Bu yerda gigant variantidan so'raganlar uchun rossiyskidan. Bo'g'ozmi bu? Bo'g'ozmi? Necha oylik? 5 oy. Necha pul deyapsiz? 55 kam bor. Hozir ham 16 ta 15 ta bor. 16-15 litr suti bor ekan, 55 million kam bor. Molimizni bo'yi 1,5 metrdan baland chiqadi, kattaliklari. Tekshirtirib O'ta katta narsa. Olib borsa tekshirtirib olaveradi, xudo xolasa. Mana jigarlar. Sut yo'nalishida boqaman degan jigarlar uchun savdo qancha qilishdi buni? Hozirgisi 43 qilyapti aka. Bermadingiz. Qo'shsa berasiz. Yosh o'zi ham. Yoshligi yosh. To'rtinchisiga. To'rtinchisiga? To'rtinchisiga bu. Ishlari butun. Butun. Telefon nomerini aytib qo'yamizmi? 93lik. 93 703 703 4784. 4784 manzil Andijon. Andijondan olib aloqaga chiqaverasizlar. Kattasidan so'raganlar uchun sut yo'nalishida boqaman degan jigarlarimiz uchun. Bu ham sizlardanmi? Yo'q. Bu necha pul aytyapsiz mentaldagi britiga? 35 million. Kami bor. Necha oylik? Kami bormas 35 erishyapti. Ya berishyapti 35. Bermayapsiz. 40 million kami bor. 35 savdosi bo'lyapti. Bo'g'oz-a? Bo'g'oz. Necha oy? 7 oylik sutchi? Suti 14 ta 10 taga beraveradi. 14 litr suti bor, 10 taga berilar ekan. Holati xudo xolasa yaxshi. Yana holatlarini ham ko'rsatib qo'ysak. 35 savdosi bo'lyapti. 10 litr sutga 40 million kami bor. Nechinchi bolasiga? Ikkinchi bolasiga. Telefon nomeringizni aytib qo'yasizmi? 95 95lik 677 677 32 3252. Manzil qayer? Manzil Andijon shahar. Andijon. Aloqaga chiqaverasizlar. Sut yo'nalishiga boqaman degan jigarlarimiz uchun o'ta kuchli variantlardan ketdik. Bitta bo'lsin, zo'ridan bo'lsin deganlar uchun orqa holatlardan. Ya, bunisi boshqacha bo'lar ekan.